Leksimizi davamlaştırıyoruz, hürmetli vatandaş. Bugün Çeşdağ 2021 yıl 3. ayının 25. günü. Endiki mavzu vatandaşlar. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi Antony Blinken NATO ittifoqdosh davlatlari Beijingning tahdidini o'rtaq cheklashni chaqiriq qildi. Mavzuli xabar 3. ayning 25. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken haftaning 3. kuni 24. kuni Belgiya Brusselda NATO ittifoqdosh davlatlar tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishgandan keyin nutq so'zlab bundaq ko'rsatdi. Jungoning keng ko'lamda majburlash tadbirlarini ishlatishni qattiq ayblaymiz. NATO ittifoqdosh davlatlarni hamkorlashib Beijingni cheklashni kuchaytirishga haydakchilik qilamiz. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken avval Jungoning kun sayin o'rlayotgan harbiy ishlar qorinitini qattiq tanqid qildi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi: biz Jungoning dengiz qatnash erkinligiga tahdid solayotganligini ko'rib turibmiz. Janubiy dengizni harbiylashtirganligini ko'rib turibmiz. Hamda bundaq lashtirish, harbiylashtirish u degandek lashtirishlarni Hindi Tinch okeani rayoni davlatlariga qaratib, kun sayin o'rlayotgan harbiy iqtidordan foydalanayotganligini ko'rib turibmiz. Beijingning harbiy ishlar qoriniti kun sayin oshmoqda. Hamda zamonaviylashish va harbiy texnika bilan birlashib kelmoqda. Bu tehditler yer şehrinden yerimigacha yetib keldi. Yani yerim yer şehrini egallab oldu degan gap Xitoyning tahdidi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ta'kidladi. Jungoning harakatlari Amerika va Amerikaning ittifoqdoshlariga bexatarlik va iqtisodiy jihatdan tahdid elib keldi. Davlat ishlar kotibi yana mundaq ko'rsatdi. Şüphesiz ki Jungoning majburlash xarakterlik hareketleri bizning bexatarligimiz ve gullanishimizga tahdid soldi. Yani Jungo xalqaro sistemi prinsipini buzishga tirishchanlik ko'rsatyapti. Endi bizning va ittifoqdoshlarimizning qimmat qarashlarini buzishga tirishchanlik ko'rsatyapti. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi: biz bilamiz. Bizning ittifoqdoshlarimizning Jungo bilan bo'lgan munosabati intayin murakkab. Biz bilamiz butunlay birdek emas. Biz bu xirislarga o'rtaq taqobil turishimiz kerak. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken haftaning 3. kuni NATOning tashqi ishlar ministrlari yig'inida Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu bilan ko'rishdi. Turkiya bilan Amerika o'rtasida bexatar hamkorlikdan uzun muddatgacha muhimligini ta'kidladi.